Assalomu alaykum obunachilar. Ibrohim O'zganning kuzatib boruvchi obunachilari. Hafta kuniga payshanba 2025-yil 3-aprel. Xudo akalar, Asaka O'zbekiston mol bozoriga kelganmiz. Andijon viloyatida joylashgan akalar. Boqma, tarozi, xudo xolasa siz aziz obunachilarga qo'ldan kelgancha narxlarni yoritamiz. Taroziga chiqqanlarni imkon qadar ko'rsatamiz. Tarozini, kilosini, veslarini xudo xolasa videolarimiz davomida xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rab qolamiz. Xudo xolasa o'ng tomonda obuna bo'lish tugmachalari bor. Kimdadir podpisatsiya shuni ezib qo'ysanglar, yangi videolarimiz siz aziz obunachilarga chiqib borib turadi. Akalar, xudo xolasa biz videolarimizni boshladik. Aka, shu nechi pul ekan? 27 million deyapmiz. 27 kami bor ekan, xudo xolasa. Men qo'ysam mollar yo'q emas, shukr. Ha. Qaranglar akalar, shvetimiz chiqib qolibdi. Juda zo'r ekan holat aka. 10 oylik. 10 oyliga, shu endi oyini so'ramoqchi edim. Qayerda shvet aka bu, qayerda moli? Andijon moli. Andijon molimi? Maşallah. Qaranglar. Holatlari yaxshi. Narxi nechi pul aka, buni nechi pul dedik? 27 million deyapmiz. 27 million deyapmiz. Kami bor, xudo xolasa. Emasga. Qaranglar, 27 million kami bor. Bo'ylari 1.30 ko'radi aka buni jonivor. Zo'r ekan. Nay tomondan o'tkazaylik-da. Yana bormi bularda? Uylarda fermada. Ha, fermasi bor ekan akamiz hozir nomerlarini bersa yozib o'tib ketamiz. Qaranglar. Turishiga baho berib berasizlar. Shvet tozasi xudo xolasa. Aka, nechi pul qilishdimi? 24 million hozirda bo'lib turibdi. Aka, qiziqqanlar nomer beramizmi? 97lik. 985 95 55 ga aloqaga chiqishadi, xudo xolasa. Manzil to'shni qayerda aka? Andijon tuman Bo'taqarada. Bo'taqaradami siz? Maşallah, mana aka. Bo'taqaradan ekan, akamiz o'zimizga yaqin yerdan ekan. Xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar hozirgi nomerlarga. Fermada xudo xolasa yoshlaridan bor aka, xudo xolasa. Bozoringiz bersin aka. Nechi puldan bular aka? 25 milliondan kami bor aka. Kami bor a? Limuzin, Angus, hammasi o'rtadan bor. Qarang, ha. Mana kichikroqlari-chi aka? 21 million. 21 million ha? 21 dan 25 gacha ekanda buni ichida. Yaxshi, 21. Orada sal 24liklari ham bor. Ha, u ko'z angushlari bor ekan. Qarang. Hammasi limuzini bor, smetalar bor. Telefon nomer qo'ya olamizmi? 90lik. 548, 548 77. 0777 ga aloqaga chiqarasizlar. Nay tomonlaridan olib ko'rsataman. Aka, bozoringiz bersin. Mana. Holatlar akalar. Akalar o'tolaylik. Hozir. Mana. Qaranglar akalar. 21 dan 25 gacha ekan, xudo xolasa. Ichida 23-24liklar ham bor ekan. Nomerlarni yozib qo'ydik, telefon qila olasizlar. Xudo xolasa yana keladi bulardan aka. Kelar akalarimiz keladi deya. Kelishilgan holatda dastlabki bormi? Kelishilgan holatda dastlabki bo'lar ekan, xudo xolasa. Akalardan to'liq ma'lumot topib qo'ydik. Akalar telefon qila olasizlar, bemalol hozirgi nomerlarga. Smitalimiz nechi pul aka bu? 35 million qo'ydik. Na. Bu bo'lmaydi, narxini ayting, narxini aka. 37 kam bor deyapti, 31 qilyapti. 37 kami bor, 31 qilyapti, xudo xolasa. Jonivor yosh ekan hali bu. Aka, men o'tib olaydi. Ko'rsataman akalar sizlarga orqalarini. Ha. Buamiz holati yaxshi ekan. Go'zal menimcha bu jonivor. Qarang, turishini qashlanyapti bu. 37 million kam bor ekan, 31 milliongacha savdo bo'lyapti ekan. Xudo xolasa telefon nomerlarini bersa yozib o'tib ketamiz. Telefon nomer qo'yamizmi? 90lik. 90lik. 204 tushunmadim. 1117 ekan, 204 90lik 204 1117 ga aloqaga chiqib olasizlar. Yana borami shunaqa semitallar bor ekan. Bu necha oyligi bu? 17 oyligi. Faqat tish yormaganda bo'zaydi bu. Mana akalar holatlar. Telefon qila olasizlar hozirgi nomerlarga. Akalarda semital ko'p ekan, xudo xolasa. Hozirgi zagondaylar sherigimi bu? Akalar, mana holatlar. Oni semital ekan aka? Gibrid. Nariginisi ham Greenford gibrid ekan bu yer. Mana holatlar. Bulari nechi pul aka? 24 million. 24 milliondan ozmos kami bor, xudo xolasa. Mana akalar holatlar. Jonivorlar zo'r ekan lekin yashnab turibdi akalar.
holatini ko'ringlar, bir qator mana shashilmay ko'rsatyapti sizlarga. Bulardan oldini olish iloji yo'q, temirlar qo'yib qo'yishibdi. Bu yerda yurish imkoniyati yo'qda. Telefon nomeri yana qaytarib qo'yib qo'yaylik. 91 475 7815 ga aloqaga chiqib qoladi. Yangi partiya kelib qoladi, menga xudo xolasa yana. Xudo yangi partiyalar kelib qoladi deyapti. Akamizni xudosi uzilmaydi. Akamizni telefon qila olasizlar bemalol. Aka bozoringizni bersin. Ha. Bu to'rog'i sizlar ham xudo xolasa. Mana akalar. Keyingi to'rtta Greenfordlarimiz. Bunisi yoshroq, 1 metrdan o'tganroqlar. Mola bir 10liklar ekan, moyka. Mo'lasi ham 1 metr 5liklar mana holatlar. Kichikroqlari, mola kattaroqlar, to'lishib qolganlar. Holatlari yaxshi ekan, lekin. Bular nech puldan? Ikkovini jupki 24 dan. 24. 22 dan. 22 dan yo'li bor, kami bor. Ablikollardan ko'rsataylik mana. Bu tomonni. O'n oy ham nariga ham sizdanmi? Mana ikkov. Ha, bu ikkov. Qo'ng'iradan ekanda monisi. Jupki 23 dan. Jupki 23 dan kami bor, ha? Teparoqqa chiqqanchi ag'ini chiqar. Jonivor pasayib qolding. Ana. Molni turishi mana endi. Akalar qanday turibdi? 23 dan kami bor, ha bular-chi. 23 dan kami bolalar ekan bular. Chiroyli. 20 millionliklari ham bor ekan, hozir ko'rsatamiz ularni ham. Mana holatlarini ko'ryapsizlar akalar. Tuyolar yayilib ketmagan mana. Tuyolar yayilib ketmagandan mana holatlari yaxshi ekan. Kallalar to'qolagan xudo xolasa. Mollar 20. Bu nech pul dedi moli? 20 dan deyilayotganlari bular. Bittasi 10, bittasi 1 metrlik. Mana o'zi bo'yi farq turibdi. 10 santimetr farq qilar ekanda. Ko'rinishida. Mana bularimiz oldilar. imkon boricha ko'rsatamiz akalar mana. Chiroyli qilib. 20 milliondan kami bor ekan, nariyada 23 million, bu yerda 22, 24 dedi. Xudo soat nomerlarini yozib qo'yamiz. Telefon qila olasizlar, yangi partiya 1-2 kun ichida kelib qoladi bak. Akalarga xudo xolasa. 90lik 547 3547 ga telefon qila olasizlar. Xudo xolasa 1-2 kun ichida yangi partiya keladi aka. Mashina kutyapti akamiz. Xudo xolasa yangi partiyalar keladi. Chiroyli go'zallari bor xudo xolasa. Bularga ham telefon qila olasizlar, bunaqalardan uzilmaydi xudo xolasa. Yangi partiya kelguncha kela olasizlar, telefon qila olasizlar, bemalol akalar xudo xolasa. Aka nech pul ekan muqamiz? 22 million kami bor, ha? Bor, yo'lam. Mana akalar 22 million kami bor, boqma variantidan. Holatlar. Bo'ylari 1.20 dan baland. Qanaqa ko'rinyapti akalar, xudo xolasa yozib olasizlar o'zingizlar fikringlarni. Ha. Holatlar yaxshi ekan. 22 million kam bor savdo qildim, aka qilmadim. 20 million qilyaptim. 20 million hozirda savdo bo'lyapti ekan. Yana bormi bulardan-chi? Yo'q, bozoringizni bersan aka. Xo'p. Qo'miz nech pul ekan aka? 25 kami bor, ha? Hozir. 23 million kami bor aka. 23 million kami bor, rosa ola go'sht boqadigan narsa. To'g'risi, mana oldilar. Messi aka bu? Ha, Messi. Messi bu qo'miz ekan mana holatlar. Savdo qildimmi aka, qilmadim? 20 berishyapti. 20 million berib turibdi ekan. 23 million kami bor, bo'ylari 1.20 dan balandroq xudo xolasa aka. Holatlari yaxshi ekan, rosa boqadigan yeriga ketdi. Rosa boqma yeriga ketdi akalar. Mana orqalar. Orqalari, mana yonboshlari aylanib berdim. Molimiz o'zi-chi. Yelka yomon yorib qo'yibdi aka. Yelka zo'rib qolib deymi? Mana holatlar. Kallalarni ko'rdik. 20 millionga bermadingiz-a? Telefon nomer qo'yamizmi? Yo'q. Xo'p, shartmasa, bozoringizni bersin aka. Aka nech pul ekan bu shvetimiz? 27. Charchamayapsizmi, tuzimsiz? 27 kami bor ekan akamizni. Chiroyligidan, boqma variantidan ekan aka. Boqma narsa ekan, xudo xolasa. Mana holatlarimizni qaranglar akalar. Mollarimiz tiniq turibdi. Orqalaridan ham bir ko'rsatamiz imkon bo'lsa. Men aytdim, mollar bir-biriga qarab usaverar ekan. Mana orqalar. 23ligi, 27ligimi? Shunaqa. Aka 27 dedingiz-a?
27 dedi. Adashmasam de. Bo'yini ham o'zi alohida ishlab qo'yibdi bo'yinga ham aka. Aka, nech bu qilishdi buni? 24 berishyapti, ha? Xudosi, 24 berishyapti ekan, molga qarab beradi endi, zo'r ekan lekin. Tuyoqlar yayilib ketmagan, xudo xolasi. Aka, qiziqarli telefon nomeri bormi? Yo'q. Hop, bozoringiz bersin. Aka, nech puldan baraka oldi bu? Turishi nech pul? 15 millionmi? Tarosini bilib qo'ysak bo'larmish-ku? Bo'lar ekan. Molimiz chiqsa ko'rasiz. Nimani? Millionga olinib. 15 ga olinib. 15 ga olinib. Ha, jonivor chiq endi. Odam diqqat qilmang. Ha, 15 millionga olingan bu qamiz akalar, xolos. Ushlab turaymi buni? Shu oldizman. Nech kilo ekan? Ha, bular endi. Mayli. 15 million ekan, hozir tarosini bilamiz. Turishini olib. Mana shu to'lovga 284 kilo. 284 kilo. 15 millionga olingan buqamiz 284 kilo chiqdi akalar. Xudo xolasa, o'zingizlar hisob-kitob qilib qo'yarasizlar, kommentariyada yozib yuborasizlar, monchadan tushdi. Boqma, narsa xudo xolasa akalar mana. Aka, bu nech puldan bo'ldi barakasi? Baraka bo'ldi. Endi olib kelyapti. Tarozi bo'lyapti. Bilsak bo'larmish-ku tarosini? Bo'ladi, hop, bo'ladi. Haydab qo'ying aka. Mana buqamiz holatlari. Mana buqamiz holatlari. Baxtiyor aka, chiqaryapti qarab qo'ying. Ye? Birga ketadi. Bura, demak, bilib qolaylik tarosini. To'polon bo'lyapti, hali to'polon. Pul bering deyapti, pul. 444 kilo chiqdi aka. 444 kilo chiqdi buqamiz. Lekin hech pulga olinganini bilmadim. Endi olib ketdi, xudo xolasa. 444 kilo. Bosing gazini. Jonivor. Ketdi mana. Endi olib kelyapti ekan, xudo xolasa olib borib sotadi hozir. O jonivor mana. Keyingisi chiqyapti. Bu ham mana shu hozir tarosini bilib qo'ysa aytadi. Bu ham endi sotgan akelga xudo xolasa. Hozir aytadi. Nech kilo ekan shu bunisi? Siz olsa kerak, o'zingiz tepasidan emas bu jon. Akalar qo'ylar chiqyapti 64 mingdan taroziga. Xudo xolasa hozir tarozisini bilib o'tamiz. 64 mingdan ekan bunisi. Qo'ydiki. Molni hali o'zi sotadiganlar olib kelyapti. Endi bilamiz aka molnikin. Ha, chiqaraylik ikkalasini. Ha, ikkalasini tez chiqaryapti, ko'raylik. Boshdan uni hozir boshdan ketdi. 79 ekan bunisi. Bunisi 79 ekan. 80 chiqdi. 80 to'liq oldu. Hech ketib qoldi. Mana eshik mayada aka. 79 da to'xtayapti akalar. 78 ekan. Mana o'n. 64 mingdan bo'lgan barakamiz, xudo xolasa. 81 da ham o'chyapti. Ketib qolyapti. 80 da o'chdi. 80 da o'chdimi? 80 ekan xudo xolasa. Ana shu ikki olib chiqarganda yaxshi edi. Sakson 9 bunisi zo'r kelib qo'ydi.
64'dan boya ko'rganimiz 89 keldi bunisi mana aka. 88 ekan. Ha? 64dan ekan. 64dan taroziga chiqqan qo'ylarimiz 88 kilo chiqdi. Ana. Bo'ldi. Acele 24 milyonga berilmayotgan muqomzor tarozini ko'rsatdi. 405 kilo chiqdi. 24 milyonga berilmayotgan muqomimiz bor. 405 kilo. 405 kilo ekan bu olsin mana ket. Aka ish bilan baraka oldu. Mana o'z bilan. 380 kelgandir deyapti. Kelgandir. Nechga bo'ldi turish? Ha, o'zingizmi oldingizmi? Bu yomon chiqdi-da, mana shu bolachi. Hali tog'a ko'rsatib o'rardi-yu. Ajaru. 15 ming deyapti. Yomon da bu. 373 ekan. 373 ekan. Ha? Ha, mana akela. 373 kilo keldi. O'zlarini mol ekan, xudo olsa, endi sotadi olib borib. Aka, sizga nech bilan bo'ldi barakasi? Aka bilmayman, men tortib kelib bitta ishlashim. Ha, xo'p. Aka toshni Sigirni hozir nech pul olyapti ekan sigirimizni, jarim. Nechi? 555. Olinganini ham bilmaysizmi? Hop. Prosta tortgan. Nima olib kelasiz biz oldimizga? Aka, bu nech pulga baraka oldi? 23 million 300 ga. Tarosini ko'rsak bo'larmish qilib. Ha, 23 million 300 ga baraka olgan molimiz. 435. 435 kilo. Chiqaraman nima oldu? Tarozini beraman. Bo'ldi mol dedi. 60 mingdan baraka olgan muqomiz kelyapti akalar mana. 60 mingdan baraka bo'lgan muqomiz. Ha, janivor chiq taroziga. Oh. 60 mingdan baraka olgan. Aka, yo'q yurib yubormasin. Eslaygan-a janivor. Mana 60 mingdan baraka olgan muqomiz akalar. Yo'q, falanti aromi tarozini o'zinglar berishinglar kerak. Mana men chiqaryapman o'zinglar. Mana Bodirda bor. 543 kilo. 3 kilo kelib ko'rib oling. 60 mingdan 543 kilo. Kelib ko'rib oling. Bo'ldi, ocharsin, mashetdan da. O, ko'rinyapti mashina. 543 kilo. Hop, hop. Barakasini esa olganga ham sotganga. Mana. 60 mingdan